Interyer dizayni nima va bu kasbni nimadan boshlash kerak? Men Laylo Ozodova, faoliyat yurituvchi arxitektor va interyer dizaynerman. Interyer dizayni bu chiroyli rasmlar yoki devor rangini tanlash haqida emas. Bu insonning o'z uyida har kuni qanday yashash haqida. Dizaynerning vazifasi interyerni qulay va mantiqli qilish. Go'zallik esa shu qarorlarning natijasida paydo bo'ladi. Hammasi insonning o'zidan boshlanadi. Har bir interyer aniq bir hayot tarziga moslab yaratiladi. Shuning uchun dizayner avvalo buyurtmachining xohishlarini tinglashni o'rganadi. U qanday yashaydi, kimlar bilan yashaydi, nima u uchun muhim, byudjeti va kutgan natijalari qanday. Bularsiz dizayn chiroyli, lekin hayotda ishlamaydigan rasmga aylanib qoladi. Keyingi muhim bosqich bu planirovka. Bu kasbning asosi hisoblanadi. Dizayner xonada dam olish, ish va saqlash zonalarini aniqlab beradi. Uy ichida qanday harakatlanishni o'ylaydi va qulay, noqulay joylarni aniqlaydi. Agar planirovka noto'g'ri bo'lsa, hech qanday rang va dekor yordam bermaydi. Uchinchi jihat funksionallik. Interyer dizayn chiroy uchun emas, balki har kunimiz qulay bo'lishi uchun yaratiladi. Dizayner hayot ssenariylarini hisobga oladi. Ertalab, kechqurun, ish, dam olish, mehmonlar, bolalar, bular mebel, yoritish, rozetkalar va saqlash tizimlariga ta'sir qiladi. Hayot ssenariylari bu insonning uyda har kuni nima ish qilishini inobatga olgan holda qulay interyer yaratish. Shundan keyin vizual qism paydo bo'ladi. Ranglar, materiallar, uslub va yorug'lik. Ammo bular maqsad emas, balki vosita. Dizayner makon va odamlar uchun mos bo'lgan yagona obrazni yaratadi. Kasbdagi juda muhim qism bu texnik bilimlar. Dizayner esa chizmalar bilan ishlaydi. Elektr, yoritish, santexnika. Interyerning muammosiz amalga oshirilishi uchun aynan dizayner javobgar bo'ladi. Buyurtmachi natijani oldindan tushunishi uchun unga 3D vizualizatsiya taqdim etiladi. Natijada renderlar qaror qabul qilish va ta'mirlash paytidagi tushunmovchiliklarni oldini olishga yordam beradi. Yana bir muhim jihat bu muloqot. Dizayner buyurtmachi, quruvchi va yetkazib beruvchilar bilan doimiy aloqada bo'ladi. Interyer dizaynerlar o'z qarorlarini tushuntirish, kelishish va mas'uliyatni bo'ylariga olishlari kerak bo'ladi. Ochig'ini aytsam, interyer dizayn oson kasb emas. Bu o'rganish, xatolar, amaliyot va o'sish jarayoni. Lekin siz odamlar uchun qulay makonlar yaratishni xohlasangiz, bu kasb aynan siz uchun. Va bu sohani men bilan yanada chuqurroq o'rganishingiz mumkin. Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi rasmiy sahifasidagi videolarimizni kuzatib boring.